zikr komplektimiz bitgan ranglarni qaranglar. Voy, mashina ishlangan u. Yomon yoqdi mana shu ranglar lekin menga ko'rib turibsizlar. Bu egarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu egarimiz ham original Samarqand egari bo'ladi, qizil egar. Xo'p, to'qalarga keladigan bo'lsak, to'qalari 250 kg nagruskagacha ko'tara oladi. Ko'jalarni qarang. Lekin yorib olgan ko'jasini bor u. Xo'p, ko'krak remenini qaranglar, ko'krak remenini. Yomon-ku, ha? Turishini qaranglar. Xullas ko'krak remeningiz ham вообще ot kerak, o'ta go'zallik baxsh etib turadi. Xo'p, qamchilari ketdi mana aka. Qamchilari lekin yorib olishni ishlaganlar buni ham. Akalar, bu komplektlarimiz Kabbo firmasiga tegishli bo'ladi. O'rta Osiyoda bittadan turibdi komplektlarimiz. Kimga sifatli shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar Kabbo firmasiga.